Aytgancha bu vizonnoyimiz ikkitagacha zamok qo'llab-quvvatlaydi. Ikkita eshikni bemalol boshqarsalaring bo'ladi bitta vizonnoydan. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Bizni kuzatib borishda davom etinglar. Bugun biz sizlar bilan Hikvision brendiga tegishli 610 domofon kitlarini ko'rib chiqamiz. Bular yangi versiya. Buni ochib ko'ramiz. Ichidan birinchi bo'lib 5 ta shetoni chiqyapti. O'ziga tushgan. Bu IC bo'ladi. Ustalar o'zi biladi IC nimaligini. Birinchi bo'lib ichidagi narsalarni ko'rsatib o'taman. Ichida bu yerda monitorimizni kronштейni, bu o'sha hali monitorimizdan chaqqitib qoqib tushirgan. Monitorimiz orqasini ham sug'urib olish mumkin va o'zining ichidan chiqadigan monitorniki bo'lsa kerak, monitorniki bo'lsa kerak. Bu blok pitaniya original va yana bitta original blok pitaniya. Va keyingilari vizonnoyimizni qotiradigan, devorga qotirib o'rnatilgan kronштейni va yomg'irdan himoya qilish uchun nima deydi buni? Kommentariyada yozib ketinglar. Shunaqangi plastmas bo'lar ekan bu. Vizonnoyni qotirib bo'lmas ekan, kronштейni qo'yib keyin qotirar ekansizlar. Esa domofon vizonnoylarni ko'rib chiqamiz. Endi esa domofon monitorimiz va vizonnoyimizni ko'rib chiqamiz. Vizonnoyimizni olamiz va orqasida yopishtirilgan serial raqamlari bilan master kartasi bu orqali sizlar jeton qo'shib olsalaring bo'ladi bemalol. Va yangiliklaridan buni kamerasi endi 4 megapiksel bo'ladi va alohida o'ziga qayerda edi? Bu yerni ochsa mana TF SD karta tushadi. Poya poddeshka qiladi deb pishgan. SD kartani faqat 128 gacha qo'llab-quvvatlaydi. Bunda nima SD karta tushadi? Endi bunda ham kameralarga o'xshab bemalol воспроизведение zapislarini ko'rib olsalaring bo'ladi Hikconnect orqali va bu Bluetooth orqali eshikni ham ochadi. Monitori Wi-Fi ekan, buni modelidan bilib olsalaring bo'ladi. O'zi W bo'lsa, mana W bo'lsa Wi-Fi li bo'ladi. Bu W si bor, demak Wi-Fi li. Monitorimizda ham ko'rib olamiz modelini. W bor, VT1 Wi-Fi li. Kalasi ham Wi-Fi li. Menimcha adashmasam, tez kunda buni blok pitaniya orqali kalasini yoqib turib, Wi-Fi ga ulanishini ko'rib chiqamiz. Bespirodniy LAN kabellarsiz. Monitorimiz o'sha aytganimdek kronштейniga tili orqali qattiqqina tushgan, sug'urganda kronштейnni ham sug'urib chiqadi adashmasam bu. Shunaqangi yangi domofonlari. Vizonnoy domi dizaynini qichiq qilib ishlashibdi. Menga juda ham yoqdi. 323 lar sal kichkinaroq edi, bular sal kattaroq chiqib, ixchamgina bo'lib, materiallari ham zo'r bo'libdi. 60 gradus issiqlikdan 40 minusgacha sovuqgacha chidaydi bu. Aytgancha bu vizonnoyimiz ikkitagacha zamok qo'llab-quvvatlaydi. Ikkita eshikni bemalol boshqarsalaring bo'ladi bitta vizonnoydan. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Bizni kuzatib borishda davom etinglar.